Kartoshkaga ozginaroq suv quyib, dimlamay ketadigan suvga o'xshagan suv quyib, juda tuz solib dimlab qo'ydim. Mahsulotlarni tayyorlab oldim. Piyoz, pomidor, bolgarskiy chesnok, qora baqlajon, kabechok va sabzi. Tovuq go'shtidan qilamiz bugun padliva. Pyureligiga yog'ni bitta qoshiqcha to'la yog' solib oldim. Birinchi piyoz qovurdik. Qizil sariq rangga kirguncha qovurdik. Orqasidan sabzi. Chunki kech pishuvchi mahsulotlar. Ikkalasi nima go'sht solmayapti deb hayron bo'lib turmanglar. Go'sht keyingi seriyalarda solinadi. Chesnok soldim va pomidor bilan tuz, ta'bga ko'ra. Keyin tuzdan keyin yaxshilab aralashtirib, qizarib chiqquncha yaxshilab chiroyli qovurdik. Mana ko'ryapsiz, chiroyli shaklda bolgarskiy soldim. To'rtburchak shaklda bolgarskiy. Qolgan mahsulotlar hammasi to'rtburchak to'lg'algan. Chiroyli bo'ldi. Mana go'shtni maydalab oldim. Shu yergacha ham to'rtburchak qildim. Mana nimaga bunday bo'lib chiqqanini ko'rasiz hozir. Mana bolta. Mana nima kerak? Oshxonaga bolta. Hammasini birgalikda qovurdim. Tovuq juda ham yumshoq, qaynaganda ham pishib ketadi. Shuning uchun boshida solmadim, ezilib ketmasligi uchun. Ham yumshoq pishadi, ham ko'rinishni yo'qotmaydi. Mana kabechok bilan qora baqlajonga ozgina un solib aralashtirib oldim-da, keyin oxirog'ida soldim. Sabab ham shaklni yo'qotmaydi mahsulotlar. Bilasiz, padliva uchun un albatta kerak. Ya'ni padliva oddiy suv, sho'rva suviga o'xshagan bo'lmaydi, u bo'tqa shaklda bo'ladi. Murch soldim ozgina doimgidek. Eng suyukli maqadim ziravorim murch. Hammasini aralashtirdim. Chiroyli o'rta olovda pishirdik. Ziradan ham ozgina soldim, ta'bga ko'ra. 1 stakan to'la muzdek suv soldim. Sho'rvaga o'xshab bir dunyo suv bo'lmasi kerak va ko'rdim, yana yarim stakan suvni qo'ydim. Quyib, o'rtacha olovga o'sha ichidagi mahsulotlar pishguncha qo'ydim. Ya'ni kimdir 30 minutda qiladi, kimdir 40 minutda pishadi, xullas pishguncha qo'ydim. Mana kartoshkani ko'rdingiz, ozgina suv qo'yib damlagan juda tez pishdi. Pishgan holat, endi buni olamiz. To'liq suvni hammasini to'kib tashlamaymiz, ozgina ichida qoladi. Va bunga o'sha sariyog' kerakli miqdorda 3 dan 1 solsangiz bo'ladi, o'sha kartoshkangizga qarab. Va bitta tuxum soldim. Men bitta tuxumni sizlarga ko'rsatish uchun ketma-ket sovordim. Aslida bunaqa emas. Sariyog'ni yaxshilab eritib bo'lganimdan keyin kartoshka bilan sal sovuqroq holatiga solish kerak tuxumni. Undan tuxum pishib qoladi. Mana pyureni endi boshlaymiz tayyor qilishda. Maxsus o'sha bosqichda bosib chiqamiz. Bo'lmasa, shu vilkada qoshiqda maydalasa ham bo'ladi. Mana chiroyli shaklga kirdi. Nafaqat chiroyli shaklga, shu bo'tqaroq holatda qotib qolmagan. Sababi tuxum solsangiz shunaqa yumshoq, elas holatga keladi. Mana padliva ko'ring. Sal suyuqroq, yana ozgina qaynash kerak. Yana hali to'liq pishgan holatda emas. Mana shunday holatga keladi. Yoqimli ishtaha,